Har bir tarixiy loyiha kichik bitta qadam bilan boshlanadi. Dallas Gamer Cup ham bundan mustasno emas. Bugun siz Dallas Gamer Cup tarixidagi ilk TM, ya'ni jamoaga qarshi jamoa uchrashuvini tomosha qilasiz. Bir tomonda Dallas Shomurodov Top 10 Gamer, ikkinchi tomonda esa UZB nomer 1 gamerlar. Ikkita kuchli jamoa, bitta maqsad, faqat g'alaba. Ikkala jamoaning ham monster gamerlari bilan tanishib oldingiz. Endi esa qisqacha qonun qoidalari bilan tanishtirib o'taman. Eslatib o'taman, bugungi Dallas Shomurodov Top 10 Gamer va UZB nomer 1 gamerlar uchrashuvi Dallas Gamer Cup tariximizdagi birinchi o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladi. Bu uchrashuv 21-iyun kuni tamomlangan edi, lekin men ishtirokchilarga va'da berib qo'ygandim. Bitta katta YouTube video qilib beraman deb. Vaqtim bo'lmay yurgandi. Oradan bir oy o'tsa-da, vaqt topib sizlarga chiroyli video qilib beraman degan umiddaman. Lekin shu paytda video chiqmasa ham, o'yin jonli ravishda Dallas Shomurodov Telegram, Instagram, YouTube platformalarida hamda Dallas Gamer Cup YouTube kanalida translyatsiya qilingan edi. Bugun biz katta video qilib ko'rsatib beramiz. Qanunda turnirimizni boshladik do'stlar. Qur'a tashlandi. Endi esa o'yinlarimizni boshladik. O'yinni Quvondiqov Shohrux va Amrullo boshlab berdi. O'yin hisobini esa Dallas Shomurodov Top 10 Gamer jamoasi ochdi. Quvondiqov Shohrux munosabati bilan umumiy hisob 1-0. Keyingi raqiblar Dostonbekka qarshi Abdullajon. Bu o'yinda ham Dallas Shomurodov Top 10 Gamer jamoasi a'zosi Dostonbek raqibini ustidan 4-1 hisobda g'alaba qozondi. Umumiy hisob 2-0. Nima deb o'ylaysiz? Jo'raoxunning jamoasi endi comeback qila oladimi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Uchinchi o'yinimiz esa Javohirga qarshi Shohrux Prime. Bu o'yinimizda ham Dallas Shomurodov Top 10 Gamer jamoasi a'zosi Shohrux g'olib bo'ldi. O'yin hisobi esa 2-1. Umumiy hisob kattalashib bormoqda, ya'ni 3-0. O'yinlarimiz davom etadi do'stlar. Sizlarga esa maroqli tomosha. Keyingi raqiblar esa Elbek va Qodirov. O'yinlarimiz juda qizg'in davom etmoqda. Dallas Shomurodov Top 10 Gamer jamoasi bu jamoada haqiqiy monsterlar yig'ilganini isbotlamoqda. Bu gapni aytganim boisi, bu o'yinda Dallas Shomurodov Top 10 Gamer jamoasi a'zosi Elbek raqibini 3-2 hisobida mag'lub qilibdi. Umumiy hisob esa 4-0. Va keyingi raqiblarimiz Jumagildiyevga qarshi Sunnatullayev.
Dallas Shomurodov Top 10 Gamer jamoasi raqibga umuman imkon qoldirmayapti. Chunki Jumageldiyev raqibini 2-1 hisobida mag'lub etdi. Umumiy hisob esa 5-0. Endi Jo'raxun jamoasida yutish imkoniyati qolmadi desak ham bo'ladi. Juda omadi kelsa ham baribir durang bo'ladi. Nima ham derdik. Shomurodov Galacticos tarkibini yig'ishga ulguribdi. Bularni yutadigan jamoa bormi o'zi? Keyingi matchimiz esa Xudaynazorovga qarshi Islomjon Isroilov. Bu o'yinimiz ham Dallas Shomurodov Top 10 Gamer jamoasi foydasiga bo'ldi. O'yin hisobi esa 5-1. Umumiy hisob 6-0. Endi yutish naryoqda tursin, durang ham qilishga imkon qolmadi. Nima ham derdik. Jo'raxun, keyingi safar bunaqa o'yinlarga yaxshiroq tayyorgarlik ko'ring. Har holda O'zbekistonning eng kuchli jamoasiga qarshi o'ynayapsiz. Va nihoyat Dallas Shomurodov Top 10 Gamer haqiqiy monsterlar yig'ilgan jamoa ishtirokchisi Qilichbek raqibini 2-0 ga yutgan holda o'yinimizga nuqta qo'ydi. Umumiy va yakuniy hisob esa 7-0. Uchta uchrashuv texnik sabablar tufayli o'tkazilmadi, lekin natija o'zgarmadi. Dallas Gamer Cup tarixidagi ilk g'alaba Dallas Shomurodov Top 10 Gamer hisobiga yozildi. Bu g'alaba men uchun shunchaki natija emas edi. Vaqt o'tishi bilan ayrim gamerlar jamoamizni tark etdi va boshqa jamoaga qo'shildi. O'sha paytda ichimda bitta fikr qolgan edi. Kitobni qayirib qo'ygan joylarim bor. Hali bu sahifalarga yana qaytaman degandim. Bugun esa taqdir o'sha sahifalarni yana ochdi. Men esa bu imkoniyatdan ortig'i bilan foydalanib 7-0 hisobida ajoyib g'alabaga erishdim. Maydondagi javob meni aytgan so'zlarimdan kuchliroq bo'ldi. Bu hali boshlanishi. Oldinda bundan ham katta turnirlar, kuchli raqiblar va yangi tarixlar bor. Dallas Gamer Cup endi boshlandi.